Shundaqmi? O'zining oilasini bo'lsa xotirjam beqishning o'zi. Dal Yaponda boylik yo'q. Ular mushundaq ishlab, o'zliksiz yangilik yaratadi. Texnikaga va bu korxonaninki ilgirlash, yengilish kuchiga mablag' selib, yangi texnikalarni qurish dunyoning ilgirlashga to'pa qo'shish maqsadida qurildi. Shuning uchun odamlarni shundaq tarbiyalaydi. Tarbiyalagan odamlar shirkat doirasiga kelgandan keyin u shirkatning tuzumi, u shirkatning qonuniyatiga u shaklda tushib ketadi. Yaponninki universitet qursak, chashtirni g'alati qilib olgan, lekin pokis. Quloqlarda uzuk sapoq, burunlarda bor. Ashundaq yaponlik odam deb yuradi. 3-yillikqa 4-yillik chiqib vaqtda hammasi chashtirni burilgan, chashtir. Ash shirkat degan shirkat adam qo'ydi ularni. Demak, dal shirkat degandan keyin men hozir direktor. Masalan, uningga bergan oylikni hukumatning qandaq yerdan tuvan berib qo'ymadim. Qilalagan ishi bo'lsa, men uni tarbiyalash, uni 20-30 yil malla bakan qilish niyatida turmishman. U qilgandan keyin men shirkatning tuzumida asli adamiylikning tuzumi chiroyli jasad pokis turib, bilan harakat qilish nizomnomasi bo'lgandan keyin u mening yana kelib checheniylik qilib yuzini qilsa, qanday qilib qildimi? Bir eg'iz gap qilsam aniq o'tib ketadi. Demak, bütün bayatın kompaniya, ya'ni shirkat ichidagi insonlarning safasi tarafidan asta-asta har qanday qalbida araz bor insonlarga shu shirkatda tarbiyalanib ketadi. Demak, endi bayatdan 4 million shirkat bo'lg'achqa, bu shirkatning ichida Yaponiyaning 95% sanoatlashgan. 5% atrofda dehqonchilik. Shu sanoatda hammasi zavod bor, hammasi texnika, g'uj texnika bor. Bu texnikani kitob yoki kompyuter emas, aniqda kompyuterni adam boshqaradi, shu kilakka axlatni adam olmas olmaydi. Adamga muhtoj. U adamga muhtoj jamiyatni elib, yerda ashunda kerakdagidek adam tarbiyalab. Shu sababdan hech qanday ish qila olmasakmi, ma'lum korxonaga kirib, bekorga ishlab berish nuqtasidanmi? Hani o'rganib olish. Buni endi bir noktadan bekorga ishlash deb qarash qilmaydi. Biz o'rgangan kelib. Maqsadimiz aydın ayada. Shuning uchun u Yapon korxonalarimi u qat'iy bekorga adam ishlatmaydi. U gap yo'q. Hamma ish to'limi ravo. Bizning bu yerga o'xshatmaydi. Bizning bu yerda endi men savolingizga asosan javob qildim. Yana so'zlab ketib qo'yganman. Endi bekorga ishlatishma yo'q. Lekin shundoq bir o'rganmoqchi bo'lgan istiki bor inson bo'lsa, shunday kirib ishlab amanasini o'rganay desa, shirkatning asosiy xalqulg'ut yoki maxfiyatga yetmagan texnikalar bo'lsa, yerda tarbiyalab beradi. Buning aqlmandagi insonchilik maqsadidan chiqdi. Assalomu alaykum. Shu litseyga qatnashgan barliq qarindoshlar va ihro oldiga barliq qarindoshlar. Oliy maktabda o'qish turib, yaxshi bir iyilik tishdan bayqanda va oliy maktabni bitirib bo'lib, iyilik tish yo'lga kirganda ota-onalarniki sovuq suv sepishi hamda hukumat xizmatini qilishga undaganda va yoki bo'lmasa o'zining qizini besib undagan chog'da mushlar qayda qarash kerak, endi shuni qayda qoyil qilish kerak. Siz mush fursatdan foydalanib, o'sha ota-onalarga ichki xizmat taklif qilib qo'ysangiz kerak deydigan savolim bor. Bu nihoyatda yaxshi savol bo'ldi. Dal hozir siz so'ragan savol mening beshimdan o'tgan masala. O'tgan bizdagi ba'zi bir shu ruhsizlikni keltirib chiqqan omillar haqida so'zlab o'tdim. Bu kadrlar, bu yumshoq qafasning ichi to'limi qattiq bo'lganligi uchun bu tushunib ketdik. Men so'zlab o'tdim, xalqimiz ya ota-onalarimiz shu bolalarni amal qilib jafo taqib ketmasagan degan ideyalar shadi bo'lg'achqa bu balam tayyor kelgan bu narsani tashlab etib, nalarda qanday narsalarni ko'tarib, nima qiyinchiliklar bilan yurib qoladi degan ansirashdan kelyapti. Endi biz mening beshimga o'tgan vaqtda men shu 5 vaqt namoz o'qishni boshladim. Shuna bilan bu nima qilib jarayonda men xizmatni tashlab men xizmat tashlab shu tijorat dunyosiga kiray. Men mushna qilay deb desam, otammi bir-bira
Sen suaktın eşip kalmagan da sinen. Bu müşnak iş tutsa bu müşnak dep durdu. Bizning xalqimizning ichidimi? Albatta bayatın degandek bu kurash, bu jangah maydoniga kelgan vaqtimizda oson emas. Faqatla yuksak iroda bo'lganda ashunda inchiqlar shunda qiynalgan vaqtimizda zalati istiqotimiz bizni motorliq rol o'ynab turib ish qilib turadi-ku. Bizning ham ota-onamizning ansirgini ashnaqda. Endi biz universitetni bitirib kelgandikki biz yaxshilik bilan o'zimizning ideyalarimizni ota-onamiz o'tirib qo'yib baqsaq bo'ladi. Ya hiç olmagan bo'lsa, ma'lum vaqt qalbimizga shu fursat, shu narsani tikib turib, degan bo'lsa, shu xizmatga kirib baqaylar. Kirib, uningda ishlab ko'raylar. Shu yerdimi ma'lum bir bizga foydali sharoit kelib qoladi. Masalanga, men shu vaqtda shuni savol qo'ygan. Balki ish haqiga 500 so'm atrofidagi vaqtlar ben şu vaqtda o'ylagan 30 yil ishlasam 200 ming so'mga erishar ekanman. Men 200 ming so'm uchun bu dunyoda yashaymanmi? Men cho'qim lüçük bo'g'ilga yaralganmidim bo'ladi. Men axloqlarga yaralganman. Men o'zimning qalbimda bor, o'zimning tinida bor bu iqtidorni bir tarafga qilib qo'yay. Agar vayron bo'lib ketsam, o'zimdan ko'ray. Men shu vaqtda eng yaxshi o'ylab shu qadamni bosgan. G'alaba qozonib ketsam, shu sharafni ko'rib boqay degan niyat bilan men atamga bu gaplarni durib, lekin oxiriga kelib hali qanday gaplar kelganda men jamiyatni payqadim. Hozir buni so'zlab tushuntirishning o'rni bo'lmadi. Menga 500 so'm berib o'tdi. Men hech bo'lmaganda 300 so'm topqidak. 200 so'm topqidak bir holatni shaklini o'sha otam va opamga yo'linib qolmasam, mushlar beqinib qolmasam, cho'qim mening 300 so'm topqinimni ko'rgan vaqtda u ham meni qo'llaydi dedim. Shu sababdan men maqchilik hunarni o'rganib turib maydonga chiqdim. Chiqib eng oxirisida qo'mi satdim. Ba'zi birligi michining ustida qo'yib, qaynaydigan ko'ra satdim, bozorlarda to'ladim. Men kapital yig'ish uchun Yaponga berish uchun. Al og'aynilarimdan qarz oldim. Shunday qilib otamga pul dedim Yaponga berdim. Bu pulni nereden qiladigan deb baqdi. Sen xotirjam bo'l. Men o'zim qilma deb umid qildim. Eng oxirida Yaponni chaqirib kelgan vaqtda otamni menga 10 ming qo'yib berdi. Hamda chiq beramisam, men mushni beray. Lekin men qoldi 35 ming 40 ming qo'yib pulni dunlak shunday qildim. Eliki 500 qo'ydim, degan pulni 200 qo'ydim, 100 qo'ydim, yig'ib qo'ydim. Aroq yoki tamaki bir narsani chekmadim. Chunki uni hisoblab baqsa bir muncha pul qiladi ekan. Meningki oliy nishonimga yetish uchun ashundoq yig'ib kelib turib, ashundoq qo'llab turib Yaponga dastlab chiqdim. Shuningdek, hamda savolingiz javob, ota-onamizni biz o'zimizning amaliy harakatimiz bilan, o'zimizning uni qoyil qilish, universitet chiqqan taktikimiz bilan nihoyatda so'zlab yaxshi qila olsaqlar, meningcha ota-onamni cho'qim qoyil bo'ladi. Dal mening otam keyin qo'shilib ketib, nihoyatda qoqoqlab ketib, ham hozir nada ko'rsa meni shundoq maqtaydi. Hatto mening bir inim universitet bitirib keldi. Inimnimi bu yerda ishlagan degan gapni ko'rdimmi demadi. Chunki ya bu ishlamay shu akisida shundoq bo'lib ketsa, shundoq bo'lsin deb hozir bu xizmat ishlash degan emas, jamiyatga qanday ko'p qo'ysa, bu g'alvalar shundoq deb ham demak ota-onalar bor. Ota-onalarimizni qandaqli bu dunyoga kelib, shundoq bolalarimizni topgan taganlarimizning balamiz uchun, balamiz qiynalib ketmasin uchun emas, qiynalsa nima bo'pti bu bola? Qiyinchilikdan utuq chiqadi. U qiyinchilikni bizga bu olamda mangu kelmaydigan. Shundoq o'xshaydigan ma'noga uchun mishaga kelgan vaqtida nurg'un odamlar mishalarga kelib qoldi. Ma'dan chiqibdi. Yana azroqli g'ayrat qilib, ma'dan olqib olsa, nayt rahat ketadi moning meniki. Endi dal qilinmagani mana misha. Mana mishadan olqib o'tgan edi. Shuning uchun vaqtniga mehnat qilsak, yuysak vaqtingiz bo'lib ketmas. Qiyinchilik bo'lib ketadi. Mening tortayotgan jafolarimni so'zlab bersam ko'zlarimga yosh keladi. Men yig'lab ketaman. Toyota shirkatining
ixlosning qudrat ajlarning yoki armonlarning yukini mishaga akib berib so'zlatgan bo'lsak, u korxonalar u mundaqli kelgan emas, butun g'ich japoning ustiga kelgan. Endi-chi, men yana bir japa taxtamasmanmikin deb boya qilsam, yüzük boshda taxtaman japa. Baxtim degandek. Amman taxtay berib, yaqinda o'zimning ruhini nima qildim? Mujassam boyatim degandek. Mening butun aqliy va jismoniy bütün vücudum, emgekim, xalqim, insoniyat, dunyoning yaxshi ishlari uchun atab atay. Mishakiblar shuningdan xo'sh bo'ldim. Japa mening xizmatimga 8 soat. So'ng atdigandan oqshomgacha japa taqib, al og'aynilar bilan o'ylagan vaqtda uni kallamdan chiqarib, atdigandan boshlab yana japa yoki shuni taqish mening xizmatimga. Qalliq attirish, ziddiyat yengib minishning o'zi mening xizmatimga, men korxonasiniki. Deb shunda o'tirib qo'ydi. So'lashqa hurmatli ota-onalar, cho'qim bu dunyoga kelgan hamma odam qadri bo'lmasa-mu, cho'qim ma'lum yengillik, ma'lum g'albalarni qo'lga keltiralaydi. Biz oshirib qo'ymasak-mu bolalarımızda, bizning bolalarimizga keladigan bir naf bor. Biz o'zimiz oshirib bolalarimiz nafga erishib olsa, biz bu dunyoninki ambarchisi. Shuningdek, biz cemiyetke töhfe qo'shqizayli, g'ayrat qilayli, u bolalarimizning qalbini tushunayli. Yuqoridagi punktida. Assalomu alaykum Muhammad Niyaz ma'lum, assalomu alaykum ko'pchilik. Mening bilan so'ramoqchi bo'lganim, egilik tiklashda avval bizniki albatta birinchi bo'lib bozordagi boshqa tepishimiz yana birisiga xalqning ehtiyojini qondirishni maqsad qilamiz. Lekin şu kişide şu qildik armon bor, lekin darmon yo'q. Ammo shu mablag' masalasini hal qilishda mablag' sog'uchini o'sh turga qaysi xil usulda jalb qilish kerak. Balkim men o'zim tirishib, balkilik nimani mablag' to'plagandan keyin qilsam bo'ldi deb o'ylashim mumkin, lekin bu fursat o'tib ketishi, balkim boshqalar shuni qilish mumkin. Şu mablag' sog'uchini qanday jalb qilish, anan keyindan men shu planlagan turga tez yetib, shuni amalga oshirishda shu mablag' masalasi to'g'risida ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Rahmat, nihoyatda yaxshi savol so'radingiz. Biz bayatında deb o'tgan hammadan bu mablag', ya'ni kapital. Bu qo'li muhim narsa, chunki biz kapital qozonish batin deganki 3 nuqtadan birisi. Uni yo'q holatini shakllantirish to'limi ters. Hamda hozir deb ketgandek, men asli demoqchi bo'lganim, bizning mablag'imiz yetmagan sharoit ostida qiynalmay, mablag' yetgan sharoitdan boshlab menish kerak. Biz bugunlar cho'ng shirkatlarni ko'z oldirimizga keltirmay, mammo 50 yildan keyin yo 15 yildan keyin shu shirkatda yo'g'onab shu tarafga boraman degan o'ylash kerak. Shirkatmi kichik bir bola o'xshaydi bu vaqt. Tug'iladi, yoshlik davri, qiyirlik davri cho'ng bo'lib, oxiri batin deganki ishlarga amal qilmasa o'lib ketadi. Bizning vazifamiz qanchalik uzun umr ko'tarib, qanchalik uzun xalqqa yaxshilik qilish. Shundagidek hamda mablag' deganda bu pul. Buni ko'rganli bir odam berib turmaydi. Buning bir uchi bir yurakda, bir uchi bilakda. Shunday tasdiq topgan narsa. Ota-onamizmi darhol berib turmasligi mumkin, chunki qo'qidi. Tasdiq topgan pul shart bu kichik bolaning gebiga kirib, ya'ni kirib ketmasunda. Hamda batin degandek biz asta lamponchilikdan yoki bir qassobchilikdan boshlab ma'lum pulga erishib, anaga yetishim yetay deb turgan vaqtimizda u fursatni boshqa bir puli bor odam boshlab ketdi, bizga yo'q bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hamda eng yaxshi bir chora nima deganda, biz hayotning 3 taraf yaxshilikni kallamizga olib kelib, shu puli bor odamni shu pulni qo'li tasdiq topgan pul. Katminni berib tursa rahmat deydi ekan. Mashinasini berib tursa 1-200 ga berib turadi ekan. Pulni berib tursa bu sal zil masalaga berib qoladi. Endi qanday qilish kerak? Bankadan olay deb qolsak, seningki uni qo'yib u bank qattiq aqlliqchi. U hech qanday ziyon taqdirga yetmaydi bank bo'lapmi? Bütün aladiganni joyiga qo'yib berib turib, beramay qasmon ishlaydi. Chunki u bankadagi pulmi bankining puli emas, xalqning puli. Shu sababdan u xirasqa unda oson yo'l qilmaydi. Endi biz qarxiniz, biz egilik tikligichi bo'lgan odam
bu ziddiyatlarni yana mayuslanib yengilib qolsa qilmaydi. Undaqda bankidan ag'dak bizning ma'lum narsamizmi bo'lmay qoldi. Ota-onamizmi bo'lmay qoldi. Hamda bizningki qilishga tegishli ishimizni ma'lum qog'oz yuzda yezib, oq qalbimiz bilan ma'lum yaxshi korxonamiz yoki ma'lum bir puli bor yaxshi odamlar bilan biz buni ifodalab berishimiz. Dal kapital tiklashda men bayatning leksiyamda nayt uzab ketganligi uchun bu muhim narsani endi deb beraman. Bizim şu adamlarning qalbini ma'lum bir nuqtadan biz yirtishimiz kerak. Hammadan pul bilan pul topqisi bor. Lekin puli bor odam siz degan u yangilikni bayqayolmagan turgan bo'lishi mumkin. Ya ko'z yetmay turgan bo'lishi mumkin. U pulni qanday ishlatishni bilolmay turadi, siz pul yo'q bo'ladi. Ham siz berib turing deb borsangiz behavis kelmaydi. Chunki test topgan narsa uning yana pul topqisi bor. Ham buni qanday qilamiz degan vaqtda biz bakmigidek üç taraf yaxshiligida mamma uma degan har yaxshilikni o'tirib kelsak biz birlashalaymiz. Bütün dunyoning yapının korxonalarimi shu. Hamda bizning Uyg'ur jamiyatimizda mushu yaqinki bozor egiligida biz duch kelayotgan eng cho'ng masaladan birisi bor. U bo'lsa-mu dal mushu mablag' yig'ish masalasida. Mablag' yig'ish masalasida xalqning ishonchi qolmadi. Men aka pul yiribdi deb berib, akamning pulini ep ishlatib olib, uni mollaqa turib etib qilib yoki foydaning yo'g'ini men yanchiqmir tiqib olib, haqini ani kichik bir büjükini tashlab qo'ydim yo bermadim. Ya ishlatib olib rahmatmi deb qo'ymay qilib qo'ydim. So'zlab kelsak, bunday ahvollar to'g'ri bo'lib ketdi. Endi bizning sheriklarimiz qanday shaklda shuni olib kelib qo'ydi deganda, birinchidan al og'aynilar sherik bo'ldi. Ikkinchidan diniy qarindoshlar sherik bo'ldi. Uchinchidan tuqqanlar sherik bo'ldi. Aku qarindoshlar sherik bo'ldi. Mush uch sherik bo'lgan boshqa dal qog'oz yuzda ifodalar har uchtalasi naq maydonga kelib imzo qo'yishi, men sening puling yo'q, 100 mingni men otaman. Sen ishlaysan, paloni boshqaradi. Boshqaruvchining ish haqqi manchilik bo'ladi. Chiqim adim foyda chiqsa 60% mening bo'ladi. 40% sening bo'ladi. Yoki sen ishlading 20% mening bo'ladi, 30% sening bo'ladi. Ma'vo 20% shirkatning yana mushukning taraqqiyotiga atab qo'yamiz. Ziyon bo'lsa-mu, meningki ustimdan elinadi, foyda bo'lsa menga mo'dayir degandek mushu narsalarni aniq oydin qilib olib berib, mana biz qandaqdir og'ayindochiligimizni, tuqqandochiligimizni Xudoning tilga elib, diniy qarindoshligimizni o'tirg'i selib olmay, biz qog'oz yuzda haqiqiy to'xtam, hozirgi zamonga mos holatda yezib turib, butul uning ichidagi nurg'un, ya'ni ziyonga va foyda bo'lgan barliq huquq manfaatlarimizni oydinlashtirib o'tish kerak. Shunday oydinlashtirib, shu narsani olib kelsak, meningcha cho'qim puli bor odammi uningga qoyil bo'lsa, mablag'ini soladi. Ham sizmi rost gapni qilib kelganligingiz uchun u mablag'ni solgandagi navoda foyda chiqsa, uni o'rvasdagi olmay, uningga degan yo'linishni berib mangsangiz, sizning bu hisob kartinangizni hammadan ko'rib mangsa, jamiyatdagi insonlarmi sizga yana mablag'ni olib tashlaydi. Falani qizchaqning falani shirkati dadil mengib etibdi. Uning hisob ko'rsatmasi intayin oydinki, bizgimi bevaraq berdi. Bir qarab qarasam, uningda bir yarg'anchilik topolmadim. Oydin bo'lib etibdi. Shuning uchun meningmi bekor turib qolgan pulimni sizga sep qo'ydim. Ishlating deyishim mumkin. Hamda bu narsa bizning hozirgacha kelmagachga ishimiz qon qarindosh bilan boshlab qo'yib, ma kofening vaqtida bu cho'ng chatoq chiqmagan bilan yo'g'on uyda kofe bo'lib ketgan vaqtda sizning oilangiz, mening oilam, bütün daireler, yat insanlar kirib, yoki bolalarimiz siz va mendan bir daraja nima. Shunlar buni talashish maydoni. Bu kimga tava bo'ladi bu narsa? Degan eng oxirida ular mani talashib, buni buzib etib, buni tiqyapmiz. Hech kerak emas. Shunday bo'lib o'tirganda. Uningdan sir diniy qarindoshlarimiz yana hech nima qilmay, adash seli bilan ishimizning o'rtasida unda gapni deyishga qilamdi. Aqlimiz, qarasini ochmaydimiz, alag'ayni to'saq biz.
deb uni boshlab kelib baxtim deganga bir uchi yurakda man chiqib shaxtdan Mercedesdan birini minib manga vaqtda pul tashlagan o'g'il bola man bu eski velosipediman bu yoki kona chuldi mashinada Mercedes minib ketdi deb yurakining bir yerga kirib kelishi mumkin. Shuning uchun bayaqingi korxona sistemi odillik bilan yaxshi ideyani o'tirib yaptirish kerak. 30-40 ming qo'ygan Norka choponni men kiyib elib, yenimdagi nimaga bo'g'moq choponmi epamasam, men ikkimiz astaga berib, adash, xudodan olmada qassobning yeni bir 5 kilo go'shtni elib, aniga 1 kilo yanglimoni. Men udash qildim deb texe, 1 kilo epadim uningga. O'ylaydi-da, bu 5 kilo yeydi, men 1 kilo yeyib, biz og'ayni bo'lsa. Dal mana mushundaq jamiyatning g'idiqlash kuchlari eng ortida bizning nurg'un ishlarimizni faqat mush uch narsadan kelgan. Shuning uchun hech kimga sukugizmaydigan holatda ishni qilishdan boshlab kapital yiqqan vaqtimizda dal qog'oz yuzlab har taraflar xotinmay. A'lag'aynilik bo'lsin, tuqqanlik bo'lsin, qarindoshligimiz. Savdo dunyosiga, hozirgi zamon iqtisod dunyosiga kirimiz deydi ekanmiz, cho'qim qog'oz yuzida. İspatlı kirish kerak degan narsani quyab qilishimiz. Dal ana shunda qilgandilar bizning bayotinki degan haliqi shirkatimiz dengizdami, shovqong'imi, do'lqong'imi uchrasimi, ko'tarilsimi, meniga tushib, menigim ko'tarilib, dengizning ichidagi quvvatlarni olib asta-asta yo'g'inab paraqt bo'lib, miyo yorib boralishmi. Unda bo'lsa hamda sizning savolingiz bu zilviy murakkab masala. Bu meseleni biz korxonasida yana jamiyat ichida men hozirgi degan usullarni yana izlanish orqali shu nuqtasidan qarshi tarafni yurakimizdan, qalbimizdan, to'g'ri niyatimiz bilan fayl qilsak, ham bizning hisob tuzilmamiz aniq bo'lib jamiyatga oydin bo'lsa, nurg'un pul tushadi. Unda emasmi ya? Jamiyat hozir pul qattiq ko'p bedanglar. Rostli pul jiq hozir. Xalqning ancha puljiq. Şu pulni hech kim tashlashni qo'rqib turibdi hozir. Tasdiq topgan pul o'yilib ketmoqda. Faqat bu tasdiq topgan pulga mening bugungi so'zlagan qandaqdir bu rangarang narsani ham yerga kelish, bir marka qilib, u emas. Biz mana bayqashda falani aka mozdos edi, yaxshi tiketdi. Men ashning yeniga berib, aka men mening oyog'imni satay. Sen mush oyog'ini menga oyda 10 ya 20 minut tutganda oyog'ini biz ko'tarib olib, bayatın deb o'tganlikda, elki politikan qog'oz sotgan bolachilik. Ani satsak shadim oyoq korxonasi unib chiqdi bir kunda. Ma'lum bir narsani aka sen meni qilgan, mushuna bir qilsak desak bo'ladi. Ma'lum bir buromini yasasa, buromini yasagan odam cho'qim mashina yasay oladi. Buromimi yo'maloq shakli bor, razbilari bor, o'lchamli kelmasa, lo'tib tushmaydi. Dal shu o'lcham birlik qonunga tushib qolmagan ekanmiz, cho'qim mashinaga o'xshash yo'g'on buyuk. Men asli Yapondan qaytib kelishimda ikki narsani dastlabki butun 21-asr kelganda biz xalqimizdan bir tal velosiped yo'q dedim. Men velosipedni yasay olmayman cho'qim. Bu tumirlarni agib yurib kumush ustamni taklif qilsam, topandagi rezanga topan bilan tir deymiz, cho'ridan. Ashni qilolmay ekanman, uni bir yerdan kubisam, qilib dastlabki fotorak bo'lsin bir yasab chiqsam, atrof. Ya'ni vatansuvar, vatanparvar degan bir marka bilan azaq sasam cho'qim bir kunlarda meni do'rib yana birisi undan chiroyliroq yasasa, velosiped yasasa, sallimtay yasasa, sallimtay turtishni bekvasila mashina olib ketmanda. Bizmi davrga mana mushundaq minishimiz kerak degan bir o'yin bor. Men kichik vaqtlarimizda bu ko'rib qo'yilgan bir chigirikmi bir raxt o'qiydigan narsalar bor. Ashni biz o'ynaydik bundan nimalarni degandan qadar meni. Umi shu vaqtdagi korxona ekan asli. Men kelib biz mana mushunda korxonalarni qura olamiz deb oshinasini qilsam, yana bir odam xotanning atlas to'qqan narsani akasi, yana birisi zavod akasi bo'ladi. Paxtani shuncha terimiz 1 kilosini 10 qo'yga sotamay avara. Bir tal paxt ko'ylakni 300 qo'y, 200 qo'yga ololmay avara. Bizda ehtiyoj bormi-ki? Dastlabki shuni tegib turib bir qilsak, bir lungi to'qilsama, yumshoq yuzimizni o'zimizning qilgan paxtamizda qilsak yomon bo'lmaydiganda? To'la gullarini bosamasak, appak bo'lsa bo'ldi. Ashxonalarda ishlatadigan bo'lsa, motorlarni yoki mashinalarni surtadigan bo'lsa, deneme chiqarishdi. U lungini to'qib olgan odam ko'ynakni bir kun cho'qim to'qiydi.
Faqat jarayon kerak, iroda kerak. Xalq ana ashni istavotdi. So'ndi kapital masalasida biz batında o'tgandek chinlik aqidamiz bilan qog'oz yuzda yezib, o'zimizni shu biz yordamlashaylik. Herkes so'ramayli. Pulni asli tigi-tigidan so'rasa olmay qolmasa. Bu zil narsa. Debim tugdi. Nasıl Muhammed Aziz, ben bir o'qituvchi, Ablajon, shundoqla İskender Medine Şirketi'deki Tursun Kömsünokla muhtarının yardım bilen bugünkü podcast'ta iksiye katlaşıp Pırsan Şunokla Cipnaslarına geldim. Biz o'qituvchi olgan kunimiz davomli bilim tartish bilan birga cho'ng degan qilib de bilimni izlaydi ekanmiz. Men bugungi bu leksiya orqali ko'p narsalarni bilib oldim deb qarayman. Bir Muhammed Niyazdan bir ma'lum hamda oddiy bir ish so'raydiganim hamda har bir o'xshamagan rayonlarda hamda garchi ma'lum bir iqtisodiy qiyinchilik bo'lsin hamda bayon deganda shu iqtisodiy qiyinchilikning o'zi bir hamda iqtisodiy fursat. Masalan alaylik Afrikada tug'ilgan bo'lsak, Afrikaning ma'lum qiyinchilik bo'lgan bilan ma'lum qiyinchilikning o'zida ba'zi bir iqtisodiy fursatni iqtisodiy bir afzallikni topgan bo'ladi. Antarktida bo'lsin o'zi uchliq. Undaqda bizda ham ba'zi qiyinchilik bo'lishi mumkin. Men shu qiyinchilikda undaqda bizning jutumizda shu Muhammed Niyaz ma'lumning o'ylashicha qanday bir iqtisodiy afzallik, ishtabi iqtisodiy yaratish fursati bor edi. Shuni bir o'ylagan deb baqsa. Endi garchi biz nashonaya bizim shahrimiz shu yashgan bilan biz faqat oddiy holat ko'rsatamiz. Endi ma'lum kuzatsanlik ba'zan bir iqtisodiy ko'z bilan bu da san'atkorlar ma'lum bir narsaga san'at ko'zi bilan kuzatganda ma'lum kasbiy so'rgan ekan kasbiy nuqta bilan kuzatdi. Shunga bir biz nechog'ni atrofimizda bo'lgan shu oddiy bir iqtisodiy fursatlar bo'lishi mumkin. Shunga bir o'ylaganni hozir ko'pdir bizga yetkazgan gavmenta. Rahmat. Tanımayman, bir qator masalani deb o'tdi. Ya'ni bizning shu seminimizda qandaq hozir biz qilishga tegishli masalan ishlar bor degan nuqtaga kelgan vaqtda ish bayatini deb o'tgandek kichikkin va cho'ng'ichilik har turliklari bo'lib ketgan. Hamda yana bir kelsak iqtisod deganimizdami, yana hokimiyat yoki davlat boshqarish, ya'ni davlatning siyosat qonunlari, davlatning nishonlari bilan, fanjinlari bilan nurg'un giralashib, munosabatlashib ketadi. Biz hozir paloni yoki buyuk neft shirkatidan birini qurmoqchilik deb nurg'un pulni akang bilan u bizga u ehtiyoj ma'lum jihatdan bulab tursimi, yoki vaqt soati va sharoiti pishib yetilmagandir. Yoki biz uningga kuchimiz yetmasligi mumkin. Hamda hozir diqqat qilaylik. Masalanga shu bayatni Ablajon aytib o'tgandekidek menim o Yaponiyada bir ağaynim davamlıq deydi adaş aşxana saqmandı Yaponga deydi. Men aşxana aşmayman adaş. Aşxana Jungoda yaşadımı içib Yaponga chiqqandim aşxana içib hammamiz aşpazlik olib ketsek bu bo'lmaydi. Men boshqa bir ish qilib baqay degan makallam bor. Hamda Ablajon kitobxona ochibdi. Buningdan nayt ta'sirlandim. Ba'zilarimiz kitobxonani aşxanaga aylantirayotgan ishlarmi bor. Hozir qarasak, bu kitobxonadagi vaqtida odam yo'q, oshxonadagi vaqtda o'ri yo'q. Bu hamda jamiyatning bir talebidir. Lekin bayatin men deb o'tgandagidek, insoniyatning, jamiyatning eng oliy ma'naviy va moddiy manfaatiga to'salg'i bo'lgan ba'zi bir ishlar vaqtliq gullangandek, vaqtliq pul tepib yayrab ketgandek qilsimi, uzoqni o'ylagan vaqtida nurg'un qiyinchiliklarga duch kelib kelish mumkin. Hamda men oddiy bugun bir ehtiyojni bunday bayqadim. Hozir bizning shu oshxonachilik sohasimizdami, ham tomoq yegil kirib qolamiz. Bu oshpazlarimiz davomli deydigini azon bo'lib qoldi bu deydi. Menimcha eng azon narsa non. Ikki qo'yga bir tal non keladi, qo'saq to'yib qoladi haqiqatan. Lekin uningdan boshqasining tomoqlar bizning hozirgi holatimizda ancha azon emas. Bu azon bo'lmagan yerdan keladi desa, u oshxonaga beka bo'lash, bulab bo'lmagan bütün naqqashni, bütün bazashning hammasini oshxonaga tiqimiz masalan. Meningcha oshxona tomoq yeydigan o'rin,
insonlar oshxonamga kelgan vaqtda uningga estetik huzur ehtiyojini qilaman. U meningcha bo'lgan vaqtda vaqtliq ahvolda shunday gullab nima qilsa, uzoq mazgil bo'lgan vaqtda nurg'un qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Bu deganim oshxona muzeyxona emas. Faqat tamoqni pokiz qilib, eng azon bahada hamda u maqsad hisobli bo'ladi hamma ishlar. Chuqum shu oshxonaga xajlagan haliqi juangshu deyli, buningga ketgan pulni olib berib, bizning haqiqiy oppoq qalbimizdan chiroyli pokiz tamoq chiqarib, shunday qilsa, menimcha nurg'un odamlar kirishi mumkin. U vaqtda 4 taxsis satmasak, 8 taxsis satsakmi bo'ladi. Jamiyatda odammo jiq amaliyot ishlaydigan. Hamda bu ishlarni qurashtirishganda faqat diqqat qiladigan narsa nima deganda, shu bizning kichik oshxona ichib, bundan azroq pul topsak, bunda jongshoq qilib, 1 yil bo'lganda isvesib tushganda yana ketib, iyadin beni ichib, iyadin ichib, oshxonaning jongshoqsiga ketib bu emas. Bizning tufki maqsadimiz nimada? Yoki muzeyxona qilib ichish kerak, buni chiroyli yasab atgan sho'si-chu, kirib o'sirilib chiqdi. Bizda ham hozir boyatni degandek ancha-muncha davoxo'rlik. Hozir jamiyat tuzilmasidagi ba'zi bir davoxo'rlik tufaylidan shu oshxonalar yoki shunday bo'lgan bo'lsa-mu, menimcha yiroq kelgusiga qilgan vaqtda chuqur farq qiladi. Shuningcha o'sha bir oshxonamiz zarur. Hayotim men deb o'tgandagidek bizning o'zimizga xos bir oyog'imiz yo'q. Menimcha chuqur janubda va shimolda nurg'un usta oyoq tikadigan ustozlarimiz bor. Shu ustozlarimizni taklif qilib, biz yaxshi bizning Uyg'urlarning putiga kiyinishga mos keladigan oyoqlarni boshlab baqsak, umi bir yangi tur. Bizning hamda yog'ochchilarimiz bor edi. Nurg'un hunarvanlarimiz bor. Dalil bizning shu diqqat qilgan, shu o'lgan, o'lish oldi turgan shu nuqtadan chiqish qilsak, menimcha nurg'un yangi ehtiyojlarni bayqay olamiz. Hamda hozir shartlaman bozorga chiqib nima ehtiyoj bor deb qarasam, atrofimdagi muhit butun ehtiyojni qondirib mengvatgan bo'lishi mumkin. Uningga men jiddiy holatda ma falani ehtiyoj bekan hozir falani deb deyishim tasma bo'lishi mumkin. Lekin insonlar bo'ladi ekan. Shunaqasi aniq. Batin so'zlab o'tdim. Havo va quyosh nuridan iborat bu erkin moddadan boshqa barliq moddiy mulkka yoki uchurga inson muhtoj. Chuqum jamiyat taraqqiyotining talabiga, zanjiriga, yo'linishiga qarab mangsa, hozirgi ehtiyoj yoki uchurga bo'lgan zo'qimizdan ahdikisi texmi ilg'or bo'lib qilish mumkin. Shu nuqtalarni markaz qilib, ma'lum bir ehtiyojni bayqasak bo'ladi demoqchiman. Hamda bayotim degandagidek biz o'zimizning qudratiga yarasha ish qilmasak, hozir buyuk faloni bir nuqtadagi yo'g'an bir narsani bunday qurimiz deb qilsak, bu o'zimizning iqtidoridan halqib ketgan bo'lib, o'zimiz kuch yetmay oxirida esitib qolishimiz mumkin. Shuningdek, eng yaxshisi o'z kuchimizga yarasha asta yiroqni ko'zlab. Hurmatli aziz mehmonlar, vaqtni berib qoldi. Mashada yig'lashtirdik. Rahmat. Ayaqlashishdan burun men ozroq bir gap qilsam, bugun ham asosliq gapda ilik tiklash to'g'risida bo'lyapti. Bir o'qigan Abdul Aziz muallimni bir ilik tikladi. Burun ilik tiklab qo'ygan. Shu sababli bugun bu to'g'ridan talab fikrlardan berdi. Menmo bir yo'q yerdan bir ilik tikladi. Men hozir o'zimning qattiq desam. Ilik tiklashda mening ko'z qarashimda ama mablag'ni qanday hal qilamiz deb. Meningcha bir yuvan puldan ilik tikilib bo'ladi. Bu bir yumor bo'ladigan bir odam bolasi maktabda o'qitib, onu bag'icha
sanashni o'rgatgandan keyin o'qimasang bo'ladi deb 15 qo'yn et berib qo'yib boqib kiribdi. Bu bola kashda 10 qo'yn haydab kiribdi, 5 yo'q. Ondan bola otsi bola so'rab bolam qo'yning qog'ini qani degandan keyin dada men shu 10 bag'i chaniy oldim, shuni haydab olib keldim, qog'ini qilib qoldi dedi. Bu turmushimizdami? Biz ham iyilik tashviqga vaqtda bo'z ming bir 100 ming ko'p bo'lsa ekan yoki 1 million bo'lsa ekan, cho'ngroq bir shirkat qurib bir ish qilsam deb buni orzu qilamiz. Bu hozir oliy maktab o'quvchilaridagi bu ham gavurlik bir masala. Menimcha pul ishlab baxmagan, qanday qilib bir 100 ming ko'p pulni 101 ming ko'p qilish bilmaydigan odam 100 ming ko'p mablag' to'lasa, menimcha bir yil ishda 1 ming ko'p qilib 99 ming ko'ni hozir raqobatda boshqalar uqtirib o'tishi mumkin. Chunki u bolaning 1 ming ko'ni boshqarish ixtiyorimi yo'q bo'lishi mumkin. Shuna oldi bilan